bilan suhbatlashgani o'sha kuni bordi. Ofisda bir ayol keldi. Sohibaxon bilan suhbatlashib pastda o'tirganimizda Sohibaxon e'tibor bermadi men bilan suhbat bo'lganlashib o'tirganiga. Bo'ldi, manda bo'ldi deb o'tib ketdi. Men o'sha narsani eshitdim, lekin uni tagini tushunganim yo'q. Voqeada ishtirok etmaganman, tushunmadim. Keyin tepaga chiqdik, biz ikkalamiz ofisga chiqsak, ofisda bayram qilishyapti qizlar. Hali ayolni olib kelgan narsalarini bayram qilib yeb o'tirishibdi. Keyin Sohibaxon, nima bo'lyapti? Savol berdi. Muattar javob berdi. Muattar javob berib, shunaqa palonchi pam dedi, kelib bizga mayda juda tashab ketdi. Hozir to'g'ri UZIdan kelyapti ekan. UZIga tushgan ekan, уже homilador deb topilibdi. 15 yilda. 15 yil, 16 yilda. Endi biz Vodilda yana u qiz bilan ham suhbatlashib uchrashdik. Bor nimalarini